2-3 yil oldin Sergeli Qumarov mahallida mana shu uchastkalarni 280 ming dollardan reklamaga chiqaruvdik. Egalari 270 ming dollardan sotib yuborishdi. Xuddi shu uchastkalar qatoridan bulardan ham katta kvadratga ega bo'lgan, bundan arzon narxda uchastkalar chiqyapti. Bu uylarimiz 2 sotuv, 6 xona, 350 kvadrat, 3 urinli uchastkalar. Bu mana bu yonidagini ko'ringlar, bunisi bo'lsa 3 sotuvga tushgan 500 kvadratga yaqin 6 xona, 3 urinli uchastka bulardan ancha arzon narxda sotuvga chiqyapti. Faqat fasadida ish qolgan, hovlilarda ish qolgan, ichkari 100% bitkazilgan. Kirib ichkaridan ham ko'ramiz. Sergeli Qumarov Zamaxshariy ko'chada joylashgan bo'ladi. Bu tarafda hammasi yangi uchastkalar, orqasida ham hammasi yangi uchastkalar bo'ladi. Hovlisini ko'radigan bo'lsak, mana garajini o'zi ancha-muncha katta ko'ringlar. Hovlida hovli uchun hojatxona, zeleniy zona. Uyi mana vidlarni ko'ringlar tashqaridan. Ulardan katta tushgan mana. Fasadidan ma'lumli, fasadi katta bu uyimizdan. Uy oldidan podvolga tushsak bo'ladi, binodagi umumiy yerto'la qilingan. Bismillah deb uyga kirar ekanmiz. Birinchi qavatdagi holni qaraylik, kattaligini. Holni o'zida mana shu yerda o'zida stol qilib mehmon kutib olsanglar bo'ladi. Bu uy egalari o'zlari uchun qurishgan bu uyni, ya'ni yonidagi uylar bo'lsa sotilish uchun qurilgan edi. Lekin to'g'ri, u ham sifatli qurilgan, bu ham sifatli. Kirishimizdagi o'ng qo'limizda katta razmerda oshxonani ko'ramiz. Oshxonani mebellari qoladi. Haqiqatan uy juda katta qurilgan, lekin yaxshi siluv, любой taraflarni kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, sanuzel xona, birinchi qavat uchun katta razmerda, yonida bitta spalniy bo'ladi. Обычный uylarning zalida keladi spalniy. Ko'rasizlar, juda katta, ham chiroyli ta'mirdan chiqarilgan. Orqa tarafida mana hovlisi bor. Havo aylanishiga. Hop. Bu tarafda zal bo'ladi birinchi qavatga. 20 ta mehmon qiynalmasdan smenli kutib olsanglar bo'ladi. Mazza qilib, bemalol kutib olasizlar. Katta qurilgan xonalar ham, hovlisi ham kichkina emas. 3 sotuv menimcha hozirgi paytda normalniy holat. Bu tarafdan podvolga tushamiz. Binoni tegi umumiy yerto'la qilingan. Zo'r joyi bor, hozir ko'rasizlar. Podvolga tushganimizda tapchani zonalar qilib qo'yishgan. Mana shu yerda o'tirib, mazal dam olsanglar bo'ladi. Eng yaxshi tarafi menimcha sauna basseyn qilib qo'yishgan. Faqat shu bitmay qolgan. Betonni qaranglar, noldan ko'tarib chiqishgan. Mo'shni qurilgan uy. Sauna basseyn mana shu yerda bo'ladi. Basseynlari qurib qo'yilgan lekin. Saunasi ham qurib qo'yilgan, bitirib olsanglar bo'ldi. Ham burchakda kotelniy xona. Kotelniy xonasi ham katta. Bonkalar qo'yishga xonasi bor, mana отдельный, kotelniy xona nari tarafda bo'ladi. Yerga o'tib o'tirmadik. Tanju kafil qilinmagan ekan. Bu tarafda hovliga chiqib ketish yo'li. Endi chiqib oxirgi qavatda ham ko'rib tushsak bo'ladi. Zanalarni qaranglar, chiqib o'tganimizda shunaqa chiroyli dekorativniy o'yinlar qilib qo'yishgan, katta razmerda chiqib boramiz.